Rossiya Ukrainaga rekord darajadagi dron hujumi uyushtirdi. Putin yil oxirigacha Ukrainaning 4 ta viloyatini bosib olmoqchi. Markaziy Osiyo xalqlari uchun Rossiya endi qiziq emas. Ukraina taqdiri hal bo'ladigan hafta yaqinlashmoqda. Kreml muvaffaqiyatga umid qilmoqda. Ukraina razvedkasi Rossiyaning qit'alararo raketa uchirish rejasini oshkor qildi. Rossiya Ukrainaga rekord darajadagi dron hujumi uyushtirdi. 18-mayga o'tar kechasi Rossiya tomonidan Ukrainaga qarshi katta miqdorda dronlar bilan hujum amalga oshirildi. Ukraina qurolli kuchlari bergan ma'lumotlarga ko'ra, jami 273 ta dron uchirilgan. Shulardan 88 tasi Ukraina havo mudofaasi tomonidan urib tushirilgan. 128 tasi imitatsion, ya'ni chalg'ituvchi va soxta dronlar bo'lgani aniqlangan. Qolgan taxminan 60 ta dron o'z nishonlariga yetib borgan. Hujumlarning asosiy zarbasi Kiyev viloyatiga to'g'ri kelgan. Rasmiylar ma'lumotiga ko'ra, hujum oqibatida bir fuqaro halok bo'lgan, bir nechta kishi tan jarohati olgan. Bu urush boshidan buyon qayd etilgan eng yirik dron hujumlaridan biri sifatida qayd etilmoqda. Markaziy Osiyo xalqlari uchun Rossiya endi qiziq emas. Markaziy Osiyodan Rossiyaga ketayotgan mehnat muhojirlari soni sezilarli darajada kamaydi. Bu haqda Jahon banki ma'lumotlariga tayanib, Xalqaro migratsiya tashkiloti xabar qilgan. Bu pasayishga Rossiya Federatsiyasida migratsiya qoidalarining qattiqlashgani sabab bo'ldi. Bu ayniqsa Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'iziston kabi muhojirlarning pul o'tkazmalari iqtisodiyotda muhim o'rin tutadigan davlatlarni tashvishga solmoqda. Ushbu mamlakatlarning ko'proq aholisi boshqa mintaqalarda, masalan, Fors ko'rfaz mamlakatlarida, Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya va Janubiy Koreyada ish qidirishni boshladilar. Biroq Rossiyaga muhojirlar oqimi kamayganiga qaramay, Markaziy Osiyo davlatlariga pul o'tkazmalari hajmi barqarorligicha qolmoqda va ayrim hollarda hatto oshib bormoqda. Shunday qilib 2024-yilda Tojikiston 5,8 milliard dollar, Qirg'iziston esa 2,9 milliard dollar olgan. Rossiya Federatsiyasida Markaziy Osiyodan kelgan migrantlarning o'rnini kim egallaydi? Rossiya hali ham mehnat muhojirlarga muhtoj, ayniqsa aholi sonining yillik qisqarishi fonida. Shunday qilib 2025-yilning birinchi oragida mamlakatda tug'ilish darajasi 18-asr bilan taqqoslanadigan darajaga tushdi. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov hozirgi tug'ilish ko'rsatkichini halokatli deb atadi va bu millat kelajagiga jiddiy tahdid solayotganini ta'kidladi. Markaziy Osiyoda muhojirlar oqimining kamayishi munosabati bilan Rossiya boshqa mintaqalardan, xususan Afrika va Shimoliy Koreyadan ishchi kuchini jalb qilish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. 2024-yilning o'zidayoq Shimoliy Koreya fuqarolarining mamlakatga kirishi 2023-yilga nisbatan 12 barobarga oshdi. Ukraina taqdiri hal bo'ladigan hafta yaqinlashmoqda. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen kelgusi haftani Ukraina kelajagi uchun hal qiluvchi deb atadi. Bu haqda u Rimda AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance bilan muzokaralar chog'ida aytib o'tdi.